Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003 yil 11 oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq edir. Avtori Muhammad Osman. 5-bob. Sirliq shafaat. Kunlar haftani, haftalar oyni qo'lishib o'tmoqda. Shundaq kun degan kulgangimu, yig'ilgangimu o'xshash ekan. Faqat u qisqa yoki uzoq bilinadigan xolos. Bahar kelib jahon illadi. Dal daraxtlar bix surdi. Үрükler g'uchchida chichaklab, bog'lar to'yi bo'lgan qizdek oppoq libos bilan jabdundi. Jonivorlar shoxlarga qo'nib gul qetidan chochqu izlashatdi. Chichak harlari o'z tillarida madiya kuyi yangiratib, go'yo gulxon aylanib, u silayotgan so'pi zohidlaridek chichaklar atrofini jonlantiratdi. Qurut qo'ng'oz tipidagi hayot egalari o'chakdan chiqib, aldirash makon izlaydi. Paxtaklar o'gizlarda, baldoqlarda, daraxtlarda gugulishib o'z taqdiridan bir kun to'q, bir kun och, amal yo'q deb shikoyat qilishadi. G'arib g'urva, kambag'allar o'z g'imida ahlar urib, ata uchun qayg'urmoqda edi. Yakan shahri ig'ir munga cho'mgan bo'lib, kunduzi egiz kunguralik sepil, hashamatlik saroylar, agir-bugri ko'chalar, balxonliq uylar, haybatlik o'rda, yasidoq qasrlar, atiyozdagi besiqmas bo'ronlarning shiddatidan ko'tarilgan ochiq chang to'zonlarga ko'milib, quyosh nurini g'uvolashtirsa, kechalari taraf-tarafda u qushlarning sayrishi, Axun Ashraf, Beg Amir, yuqori tuvan hukmronlarni andishiga silib, qandaqdir birər shumluqdan xabar beriyotgandek tuyg'uga keltiradi. Namoz shamda to'xu chillab, itlar qavishib, zulm istamkorlarning o'limini tilab, g'aflatdagi fuqarolarni kurashga, o'z ozodligi uchun jon fido aylashga chaqirayotgandek qiladi. Yakanning hibsxonasi yanala zimiston ilikida edi. Uning mudish qaplagan dahshatlik qo'ynida yig'lab qaqshab zarlanayotganlarning Nala faryodlari yuraklarni izatdi. To'xu katkidek kamir va yer osti zindonlardagi badbo'y zay havoning dimog'ni ichishtirg'ini oz kelgandek, gupildab urib turgan nijosat puroqlari ko'ngilni ilishtiradi. U yerda yil-yillab, hatto 10 yillab yotganlikdan chochlari o'sib, chiroylari zafarandek sarg'aygan, ochliq va zay ta'sirida o'ruqlab mag'durdan ketgan qiyin qistoq dastidan atyani shalvariginidin turg'udek majoli qolmagan kichik Axun, to'xti manjudek nini o't yuraklar bahor go'zalligidan qurut qo'ng'izlarchilik bahri ololmasdan qorong'u zindonda nimjon piti yetiyotadi. To'xti chiroyining sarg'ayib ketganini hisobga olmaganda ancha o'ruqlab ketmagan bo'lsa-mu, lekin mag'duri yo'q edi. Yo'ruqlikqa qaray olmaydi. U bir hafta ilgari kichik Axunning zindondan qutulib chiqib ketish oldidagi "Ukam to'xti, omon eson chiqsang meni izlab bor. Esonda tut, otishning og'u degan yeriga bor. Kechiksang bir kuni o'zim izlab kelaman. Buningga jazman ishongin" degan so'zlarini aslab asta o'rnidan turdi. Kichikkina to'nglikdan yuqoriga qaradi. Ondan eshik tuviga berib, koridorga sap soldi. Bu yerning jimjitligi go'yo Guristonlikqa o'xshaydi. To'xti birdam qarab turgandan keyin kayniga burilib qo'liga qo'shiqni ilib dastasi bilan kundagi odati bo'yicha zindon timiga 1856 yil 4-oyning 1-kuni deb yozib qo'ydi. U hayron bo'layotdi. Chunki ashu bir qatimliq so'roqdan keyin hech kim nima odamligini so'rab qo'ymagan edi. Heliqi qiz yo'qlab chiqib ketgan kunning ertasidan boshlab nijosat maltiqini boshqa gunohkorlar to'kadigan bo'ldi. Kunlar mana shu tariqada o'taverdi. Oradan hafta o'tib, heliqi qiz yana yo'qlab kirdi. Lekin bu navbat uning chiroyi sunuq, to'limu g'amkin ko'rinadi. Billa kirgan otasi uzoq turg'ilmayla ilib chiqib ketdi. Uning deydigan so'zlari bardek qiladi. Otasining yo'l qo'ymag'iniga o'kinayotgani ruhiy holatidan bilinib turadi. Shundaqdimi,
Gahida her kuni degudek, gahida 2 kunda bir qitim buğday neni va yaxshi taomlar uzilib qolmadi. Bu yemekliklar mahbuslarga tamoq berilib bo'lib, atrof jimig'anda qaralsiz akirib beriladi. Vazifani 30 yosh atrofidagi puhracha kiyim kiyib olgan birla kishi bajaradi. Bir kuni Hofizbek kamerning eshigida turib, "Rustam!" deb chaqirganda, u odamning kirganligini ko'rgan To'xti uning ismini bilib olgan edi. To'xti shularni o'ylab gadirmach xiyollar ilkida turganda, zindon koridorida oyoq tivishi anglanib, asta-asta yaqinlab keldi. Bir chog'da qulub ichilib, Rustam bir qachida pishirilgan go'sht bilan sho'rpini ko'tarib kirdi. To'xti uning qo'lidagi qachini elib etib, chaqirib soldi. "Rustam aka!" Rustam hayronlik ilkida turibla qoldi va so'radi. "Mening ismimning Rustamligini qandoq bilasan?" "Bilib oldim." "Qandoqcha?" "O'z tuyg'umga tayinib bilib oldim." "Buni kim kirgizdi?" "Texi bilmamsan, kalva." "Nadim bilay?" "Rayhongul kirgizdi." "Bu to'g'riliq hech kimga tinig'uch bo'lma. Bo'lmasa bosh ketidi." "O'zichu u kelolmaydi. Ilgari xili erkin edi. Manasini deb qanati bug'ishlandi. Ko'p xafaliq tortdi. Sen bo'lsang g'imingda yo'q yurasan. Maqsad murodingni Xudodan tila." Rustam eshikni taqab chiqib ketdi. To'xti har qancha qilsimi yuz berayotgan ishlarning tagiga yetolmaydi. Shundaqdimi o'ziga notanish bir qiz nima uchun meni deb xafaliq tortidi? Buning sababi zodi nimadu? degan savollarni qo'yib javob izlamoqda edi. U kichik Axunning so'zlarini esladi-yu, ammo undaq bo'lishini aqliga sig'dira olmadi. Mumkin emas. Zindon begining ativorli qizi o'tib teshib mendek bir mahbusni yaxshi ko'ramdi. Kallam ilishib ketdi-ku. Ishonmay desam, amsa nimishqa mening qayg'umda qoladi? Nima uchun holimdan xabar oladi? Nima uchun meni so'roq qilishmaydi? Rustam zodi kim? Javobi qiyin savollar To'xtini gangirtib, kallasini qapoq qilavatdi. Amaliyotdami bu savollarning javobi to'liq murakkab edi. To'xtini so'roq qilganda Ravzashab Ambal Hekimbek passiv ahvolga tushib qoldi. To'xti "Fash qilg'ich bilan yuzlashiman" deb qattiq turib olganda, fash qilg'uchini deb berolmadi. Fash qilg'uchi pulni ilibla tikvatgachga hech yerdan topolmadi. To'xtini qayta so'roq qilib, har qancha qiynagan bilanmi iqror qildirolmaydiganligiga ko'zi yetdi. Yana bir jihatdan Hofiz Begdan iborat bu sirliq odam ishonchsiz bo'lg'achqa ahvolni Afridunga ma'lum qilib qo'yishdan qo'rqdi. Natijada mansabga o'rlash sherin tushi ko'pikka aylanib, bu shahardan yo'qolish orqali Vangning oldida rasvo bo'lish va baglar orasida mazoqqa qilishdan qutulish qaroriga keldida, navatsimon tosh tuzni qaynoq suvda eritib, shakrab tayyorlab, tamoq o'rinda nonchilab ichdi. Ondan 3 kun o'tganda 2 pochiqi va yuzlari o'ppida ishib, to'nuqsiz bo'lib ketdi. Bayqush buningdek ishiqda badanning og'rimaydiganligini bilatdi. Shunga Vangga kishi avatib ma'lum qildirib, amir baglar yo'qlab kelganda ko'zini ochmay yetib oldi. Ular Hekim Begning saqayishdan umid yo'qligini jazmlashtirishdi. Ordining tabiblari chaqirtilib edi. Ularmu kasallikning sababini bilolmadi. O'z chorasidan mamnun bo'lgan Hekimbek mirzini chaqirib, Afridunga ma'lumot sundi. Ma'lumot nomiga "Men saqay olmaydigandek turman. O'z yurtimga qaytib, ota-onamning oyig'ida yotsam" degandek mazmunlar yozilgan edi. Shundoq qilib, Hekimbek yurti 3 turpanga tikibatdi. Ravzashab Beglik mansibiga boshqa birisi o'ltirdi. Yangidan mansab toji kiyguchi burunqi ishlarni nazardan chetda qoldirmadi. Ammo To'xti to'g'risida biror yozma ma'lumot bo'lmag'achqa, nima uchun yetayotganligi surishtirilmay 5 oy o'tib ketdi. To'xtini faqat Rayhonlar tashlamay yo'qlab kelyotdi. Rayhon To'xti bilan tunji ko'rishgan kundan boshlab astin chiqara olmagan edi. Rayhon uni yo'qlab zindondan qaytib chiqqandan keyin dadasiga yer usti hapsxonasiga yo'tkab qo'yishni aytdi. Ammo
Hafiz bek ifoda bildirmedi. Zindan begi o'z qizining deganini qiladigan johil mijozini obdan bilatdi. Shunga tarsa qizining uningga yordam qilib, biror chatoq chiqarib qo'yishdan ansirdi. Zindandan yer usti hapsxonaga yo'tkab qo'yishni o'tinib turivilishi gumonini texmu qo'zg'adi. Qizining ikkinchi kuni zindonga yana kirishni talab qilishi buni tasdiqlaydi. Uning bu talabini o'rindashga zodila bo'lmaydi. Shunga Hafiz bek inkos qaytarmagan edi. Ammo orzuliq qizining johilligi oldida tang kelolmagan ota bir haftadan keyin yana bir qitim ilib kirdi. Qara, u salla maza saqaydi, dedi zindonbegi. Amdig'o ishongansan? Hafiz bey Rayhonni ko'p turg'izmay ilib chiqib ketdi. Bu navbat Rayhon otasiga notanish musofirning tirik yoki o'ligini ko'zim bilan bir ko'ray deb yolvorib, aran tasda kirgan edi. Zindonga yana kirishga amdi hech qanday bahona sabab qolmag'achqa, butun kuchi bilan chora amal izlab, onasi Zumrat xonimga yelinmoqchi bo'ldi. Biroq bu mu qamlashmaydigandek qiladi. U oxir uyan o'ylab, buyan o'ylab bir aql topdi. Buningdan qilcha chatoq chiqmaydi. Uning bu qitimqi chorasi Gundixona xizmatkori Rustamdan foydalanish edi. Rustam amaliyotda Hafiz begning Shiram bir tuqqanining o'g'li bo'lib, yeshi xili bir yerga yetdi-mu, texicha o'ylanolmagan edi. Hafiz beg o'ylab qo'yay desimi unimaydi. Shunga Rustamni zindon oshxonasiga mas'ul qilib, qo'shimcha darvozvanlikni topshirdi. Kamirlarning ochqishlari ikkidan bo'lib, birsi Hafiz begda, birsi Rustamda edi. Mahbuslarga tamoq berish, najosat to'ktirishni Rustam bijirgachga, Hafiz beg aralashmaydi. Rayhon inchga bosh qotirib, Rustamning yo'qsizligidan foydalanish qaroriga keldi. Chunki uning ota-onasi tixi hayot bo'lib, namrat edi. O'ylanmasligining sababi mu shu edi. O'zimizning jinni baqalmaganda xotinni qandoq baqaman deb o'ylaydi. Uning uyiga qaytmay Gundixonada qo'nib ishlashdagi maqsadi-mu ko'proq pulga erishish edi. Bekor qolgan vaqtlarida Hafiz begning uyiga chiqib, o'tin yerish, suv akirish qatorliq parcha purat ishlarni qiladi. Bir kuni atiganda Hafiz beg uydan chiqib ketib, uzoq o'tmayla "Begim o'tin kesdivat" deb avatdi, deb Rustam kirib keldi. Rayhon ko'nglida "Unig'anga yo'nig'andek ish bo'ldi" deb o'yladi. Rustam o'ylida o'tin kesdivatdi. Rayhon uning yiniga berib, asta chaqirdi. "Rustamka!" Rustam paltisni ko'tirgan bo'yi o'tinga chapmay, Rayhonga qaradi. "Tez buni ilib, oningizga opirib bering, tez bo'ling." Rayhon jiddiy talaffuzda shundoq deb 4 dona kumush pulni tangladi. Bu Rayhonning juyoza tugmalari bo'lib, har birisi 5 misqollikdan jami 2 sar kumush edi. Bu ishga hayron qolgan Rustam andikib, elishga jur'at qilolmadi. Ammo Rayhon pulni uning qo'liga tutqizib qo'yibla kirib ketdi. Rustam pulni hapla-shapla ishtonning lepiziga tugib olib, o'tinni yeri verdi. Bu nemish? O'ngmi, tushunmi? O'ylaydi Rustam. Alloh rahim qilgandir balkim. Hech kimga degich bo'lmagan deydi texi. Deb nima qilatdim? Galdan o'tgan g'animat. Xudoning bergisi kelsa, tunglukdinmi, mo'rdinmi tashlab berdi deb anglamadim. Mana bugun menga osmondan tashlab berdi desa, bu ishton lepizidagi pulni yana bir qitim mujib vaqtida xushal bo'lgan edin. Ko'nglida Rayhonning insobiga yenishlab rahmat etdi. O'zini birdilla kuch-quvvatga to'lgandek, birdilla xo'jayiniga aylanib, xushomadchilar taraf-tarafdan sovg'a salom berayotgandek his qilishga boshladi. Ko'tekka paltini har bir kuchab urganda yerindilar taraf-tarafga chachraydi. Rustam mushundoq qizg'inlik bilan o'tinni birdamdila yerib bo'lib, Zumrat xonimga "Ishlarimni tugatib kelay" deb qo'yib, puchqandek darvozadan chiqqan bo'yi berib, heliqi kumush pulni onasining qo'liga tekkizdi. Ondan hayolshimay yana Hafiz begning hovlisiga undi. Bu peshindan o'tgan chog' bo'lib,
o'zicha ishchanligi tutib hovlidagi o'tinlarni terib to'shiyotgan Rayhon ko'nglida Rustamni qandoq qilib muddaoga ko'ndirish to'g'risida o'ylayotdi. Rustamning kirib kelishi Rayhonni to'liq xushal qilyapti. "Ajab vaqtida keldingiz, aka", dedi Rayhon ichiga patmayotgan xushalligini illiq tabassum bilan ifodalab. "Nima edi?" so'radi Rustam taqozzoliq iligida. "Intayin muhim ish. Davring, qo'limdan kelsa mana men tayyor." Rayhon ikkilangan holda atrofga qarab o'tib, hech kim ko'rinmagandan keyin xotirjam talaffuzda aytdi. "Mundaq ish edi, qarang. Yana kelib, noiti maxfi, shundoq noiti maxfi." Rayhon birdilla bir ishni esiga olgandek jim bo'lib qoldi. Rayhonning beshi bor, oyog'i yo'q bu so'zlari Rustamni taqozo qilmoqda edi. Shunga uni aldiratdi. "Taqatsizlantirmay demamsiz qani?" "Bo'pti, aytay amsi. Aka, mundaq bir qiyin ish edi u. Sizni unarmi yoki unumasmi deb ishnalmay, qanidan anglab boqay." "Ma'qul, mundaq ish. Men o'lish kun kecha bir tush ko'rdim. Shundoq qo'rqinchliqki, shu qo'rqinchimda uyg'onib ketib, ko'zimga zadila uyqu kelmadi. Tong etishi hamon o'rnimdan turib ketdim. Bomdoddan keyin ko'chaga chiqib, palchiga pal soldirsam, ko'rgan tushingiz nihoyatda xatarlikkan. Otingizga raqiblari o'ra ko'lavitibdi. Qaraliq tushyotidi. Bu tushni kishiga degich bo'lmang. Buningga tadbir qilmoq bak qiyinjimi?" deb bo'lib, "O'zingiz kim bo'lsiz?" dedi. "Zindon begi Hofiz Beyning qizi bo'lman desam, og'zini ushtib aytdi. Otingizni mahbuslarning qarg'ishi tutgan o'xshaydi. Hayoti xavf ichida turgandek qilyotidi. Bu gapni anglab qo'rqib ketdim. Otamdan ayrilsaq, mangmi, sizgimi bugungidek kun nadi deysiz? Palchidan iloji bormi deb so'rasam, bor, ammo bek qiyin. Igi chaqsi yo'q. Yoqi yurtliq begunoh mahbusdan birini aniqlab chiqib, darhol qo'yib etinglar. Agar buningga ojizlik qilsanglar, holdan obdan xabar elib, mehri shafqat yetkazsanglarmi o'xshash", dedi. Buni anglab ko'nglim sal tingandek bo'lib edi. Palchi yana, "Yot kishiga demang. Ota-onangiz anglasa, qandoq tadbir qilgan bilan bekor. Hammasi qaror kelmaydi. Urug' tuqqanlaringizdan birarsi uqib yordamlasa bo'ladi", dedi. Ko'nglim yerim bo'lgan holda qor yomg'ir yig'lab qaytib keldim. Anglasam, sizdan bo'lak ishonchlik odam yo'qkan. Otamdan ayrilsaq bizga Xudoyim bir kunni berar. Siz nagim borarsiz? Shunga sizni bu ishga ko'ngil bo'ladi deb izlagan edim. Rayhonning tushi Rustamni rostilla andishiga silavatdi. Agar Hofiz Begdan ayrilsa, Rustamningmi ishi tugab, Gundaxonadan qo'g'lanishi aniq edi. Rustam Hofiz Begning soyasida kun ilib kelyotdi. Har kuni qora darvozaning ikki tarafida qamoqxonadagi urug' tuqqanlarga osh, taom, kiyim-kechaklarni ilib kelgan va ko'rishni talab qiladigan sap-sap kishilar turib ketishyapti. Bu ishlarni Hofiz Beg Rustamga topilgan bo'lib, osonlikcha Begga gap keltirib qo'ymaslik uchun ijozat bermaydi. Gohida kishilar Rustamning qo'liga xufiyona holda oz to'la bir narsa tutqizib qo'yadi. Buning ta'mini tetigan Rustammu bara-bara ishning yo'lini tepib, "Ishti yo'q yerda mushkmi qavaydi, faqat bo'lmasang tex talaydi" degandek, Gundaxonada baglar yo'q chog'da ancha muncha qoqti so'qti qilishni o'rganib olgan edi. Hal kuni amdirak oz to'la yaxshilanishga yuzlanayotganda, yetimning og'zi oshiq tekkanda besh tashiq tegidi degandek, Rayhondan anglagan bu yomon tush Rustamni umidsizlantirdi. Yana bir tarafdan kishilar mendan norozi bo'ldi. Atayin akalgan narsa keraklarini qaytarib etdim. Tuqqanlar bilan ko'rishtirmadim. Navoda yaxshi kunning yomon bo'lib qolsa, ular o'ch elib meni nima qilib etar degan xiyollarni surib, yuragi jig'ida qildi. "Begimni qo'g'dash kerak. U bo'lmasa kun kechirishim mumkin emas" degan niyatga keldi. "Men o'ylab bo'ldim", dedi Rustam ishonch bilan. "Buningga eng muvofiq keladigan odam bor." "U kim?" "To'xtamanju. Iliq chog'da siz otingiz bilan kirib ko'rgan, manjucha o'qigan musofir yigit.
Uni so'roq qilganda yurtidagilarning to'xtamanju deb ataydiganligini anglagan edim. Shuningdan e'tiboran ashu g'alati ism qalbimga o'rnab qoldi. U qaltis yigitgan, badanlarini zaharli qamchi televatsimi, qilcha zarlanmaganiga qarab, jasurligidan ta'sirlanib, yigit degan shundoq bo'lsa da'vatgan edim. Uningdagi chiroy, qaddi qomat, vujudidan timib turgan g'ayrat shijoat, ko'zlaridan chaqnagan aql farosat kimda bor deysiz? 10 ishdan bir bo'ri yaxshi debdikan. Xabar alsaq mushundoq odamdan alayli. Kim biladi, baxt qushi beshiga qo'nib, kunlarning birida uningga muhtoj bo'lib qolamdoq texi. Siz ancha g'am yeb ketmasangizmi bo'ladi. Buni o'zim qamlashtirman. Ha, rost. So'rab baqay. Zindonga 2 navbatlar kirib, uningdan keyin yo'qab ketsangiz, sizni amdi undaq xayri saxovatni unutib qolgan o'xshaydi debdikanman. Aslida begimdan ansirab yuribdikansiz-da. Bu gapni qilishmayli. Rayhon hasratlik tindi. Beg otam, mening yuzimni to'kib zindonga bording deb ko'p ranjidi. U odam bilan ko'rishganim xili xafaliqlarni teridi. Anam org'a tushibgan, qizingni boshqurmasang, ichim og'irdi deb biror mahbusni qochirvatsa, qanday qilamiz debdi. Shuning bilan onammo otamning qarshiga qo'shilib meni aybladi. Amdi bu vazifani menga topshiring. Siz o'rinlashtirg'ichi, men ijro qilg'uchi bo'lay. Nihoyatda oddiy. Siz faqat insonparvarlik qilasiz, och qo'ymaysiz, ottab solasiz, hayotiga kapolatlik qilasiz. Hamma sirni maxfiy tutib, tayyorlagan sadaqamni yetkazib berasiz. Qisqasi, salomat zindondan chiqib, erkinlik osmonida parvoz qilishiga kepillik qilasiz. Buning mukofotini bu olamda meningdan, u olamda Allohdan olasiz. Rayhon hayajonlanganidan ko'zlariga yosh oldi. Savoblik yo'lida to'kilgan bu yosh Rustamning yurak bag'rini titratib, dilini shamda eritabatdi. Shunda qilib, Rustam amdi ko'p ishlarni o'ylaydigan xiyolchan yigitga aylandi. Rayhon bilan har kuni ko'rishib, To'xtidan qanday xabar olish ustida maslahat ilib turdi. To'xti yaqinqi kunlardan buyon yuz berayotgan bu ishlarga hayron qilyotdi. Rustam gohida ko'k hamzakdan qilingan yog'liqqa o'ralgan non, qand, navat degandek narsalarni ilib kirib, buni ol, yakandagi birodarlaring kirgizdi, deydi. Buningdek sovg'at faqat haftada bir qatimla bo'ladi. Bu odatda Rustam pam bilan akirib beradigan go'shtlik taomlarga zodila o'xshamaydi. O'ralgan dasturxon, taom qachilari boshqa bir kishining ekanligi aniq edi. Ammo To'xti bu yangi tepishmoqning javobini topolmaydi. Boshqa ig'ir kun tushgan kunlarda notanish bir shaharda erishayotgan qandaqdir shafoat g'amxo'rliklar to'liq tushuniksiz sirliq edi. 5-bob tugidi.